Bir bangi o't o'chiruvchilarga qo'ng'iroq qildi. 01 ga telefon qilibdi bangi. Alo, bu 01mi? 01dagilar ham darrov bo'lishgan. Cho'zilmasdan gapiring tezroq. Kim uyiga o'tib ketdi, nima bo'ldi? Takchi, men nashat ekudimda uyga. Shu nasha hosilga kiraman, nechta. Yo'qdagilar, menga qara, uka, telefonni band qilmagin. Odamlar uyiga o't ketsa qo'ng'iroq qiladi. Uy yonsa qo'ng'iroq qiladi. Band qilma telefonni deb qo'yib qo'yish. Yana telefon turib qaraman, yuzimga qo'ymasdi. Hech nima gaplayapman. Короче, nasha hosil bermadi-da, qo'shninikiga ekdikda. Alo, band qilma telefonni. Hozir militsiyaga xabar beramiz, qo'yib qo'yishib turibgan. Yana telefon. Qish, tilaman gap bo'ldi. Короче, qo'shninikiga ekdik, nasha hosilga kirib ketdi, добрый bo'ldi. Va band qilma telefonni deb yana qo'yib qo'yish. Yana qo'shninikiga ekdik, hosilga yana qo'yib qo'yish turibgan. Oxir cho'chnikdimon gapirib oldi-yu, atak qo'shnini uyiga o'tib ketgan, uyi yonyapti. Prosta o'chirgani kelganinglarda bosib payxon qilib tashlamaylik, iltimos.